4 ishtirokchi parkka qamaladi va shu kun oxirigacha ular parkdan chiqishi mumkin emas. Va eng qiziqi, ularda pauza pulti bor. Ya'ni bu pult bilan kimnidir qotirib qo'yib, u bilan xohlagan ishni qilsa bo'ladi. Agarda pauzaga tushgan ishtirokchi o'yin shartini buzib qimirlab ketsa, qolgan ishtirokchilarga 10 million so'm berish kerak bo'ladi. Va qani ko'ramiz, bu pult yordamida qanaqa jinnilik qilish mumkin. Qo'ydi biza pauza challenge olamiz. Video qoidalari juda ham oson. Ya'ni bu challenge bizda pauza pulti bo'ladi. Va kimda o'ch pauza pulti bo'lsa, bitta odamni masalan to'xtatib pauza qilib qo'ysa bo'ladi. Va undan keyin bu bilan xohlagan ishni qilsa bo'ladi. Va video boshlashdan pult kimda bo'lishi aniq emas, chunki pult mana shu parkda berkitilgan. Hozir hamma bir-ikkita pult qilishga ketadi va kim birinchi bo'lib pultni topsa, o'sha pultning yangi egasi. Va mana bu finaliy pauza challengening asosiy maqsadi mana bu ikkilamachini jazolash. Achkinich. Men bu safar o'zim taraf bo'lganman. Omonikidan o'tgan safar polni alamimni ola olmaganman. Sev, eshitmaylar gapini, o'rtoqlar. Biroz videoni ko'ringlar va nima bo'lishini ko'rasizlar. Va eng qizig'i, bundan oldingi challenge'da men pauza challenge'iga mana Sardorga o'xshagan ikkilamach emasdi. Men tarafim oladigan odam chaqirgan. Va bu Gambit aka. Bular ham o'zligiz o'rashgan edi. Shuning uchun Gambit aka bilan bomba ikkalasini ham yorib tashlaymiz. Purs video oxirigacha ko'ringlar. Albatta video boshlashdan like bosib qo'ying. Foydasi yo'q. Kimni olib kelasan? Gambitmi, boshqami? Endi esa ortiqcha gaplarni yig'ishtirib, pultni qidirishga ketamiz. Bo'lmasam, olib ketma. Sekin, shoshmasdan. Qo'shlayman. Ona qaynoqda hali bularni, qalay? Voy. Tinking o'zini o'ynaganmisiz? Men eslayman, bir safar limonni masjidga yashirishgandi. Mana shu qublarning orasida bo'lish kerak. Ketamiz o'zi, nemin orqasidan yuraman. Keyin ikki qo'lni solib ko'ramiz. Qidiramiz-da sekin-da. Menimcha pastmas tepaga yashirishgan. Masha to'xtatishgan. Qidiring, mana bir yurmay. Qattan qidiraman. Hozir bitta ko'rsing, kattaligini bo'tdi. Omoniki topdi pultni. Mazgi. Ya. O'zi yashirgan, o'zi 50 yetib qo'yishgan xattalgan. Topaman. Katta baraka. O'zingga o'chir. Bu hozir fitna qotdi. Hech kimdan so'ramasa shu yoqqa chiqdim. Bolalar kelinglar. Ko'ringlar bu gatsizni. Obbo Sardorjon. Bundan oldingi safar bu podolxon yetmayapti o'sha. Lekin maqsud sangiz top. O'zingga o'chir. Lekin bundan oldingi videoda maqsud ana qiynagan. Shuning uchun ham maqsud opchinglar. Kamida yordam bering, opchinglar. Yo'q, men senga yordam beraman. O'zingni qiynagan bo'lmasin. Top ko'taring. Maqsudjon. Hey, o'rtoqlar, maqsad keltirdik. Va o'tamiz, ketdik. O'rtoqlar, purs tushunish uchun bu videoni boshi va hozir like bosib qo'yinglar. Chunki bu yil ham o'z yakuniga topdi va biz keyingi yil bu pauza challengening ikkinchi mavsumini olmoqchimiz. Unda endi juda ko'plab jamoalar, komandalar, xolos, o'zinglar ko'rsanglar qanaqa masshtabli bo'lishini, faqatgina agarda mana shu ikkinchi mavsum bo'lishini xohlasanglar, like bosib qo'yishingiz kerak. Chunki 77 mingta like va ikkinchi mavsum qilamiz. Va Maqsudjon, videoni boshidan qiynalasan, oxirigacha qiynalasan. O'tamiz. 1 ketdi. 2 3 o'zingni ochmaylar. Hey, mana pauzadan chiq. O'tishim kerak. Hozir qaytib borsam agar yana menga pauza berishadi. Xursandligini qaranglar, pauza. Voy. Shunday qotdi. Shuna o'tirib. Kerak emas. O'zingni o'chirib bo'lmasin. Buncha emas, buncha zo'r video bu, davay. Chunki sinov bilansiz. Jigar. Olchamiz pastga ketdik mana. Zirada o'chamiz. Va do'stlar, biz hozir Sardor seni qiynashga prям eng yomon joyga olib keldik. Hozir shunaqa qiynaladi o'rtoqlar, qo'limda strich. Ha, hozir bilasizmi nima qilamiz? Uraymiz? Da, chunki Maqsud qo'shib yuribdi. Maqsud yo'qmat kimni qiynaymiz? Sardorni qiynaymiz. Chunki siz yo'g'ingizni mashinasi mana shu qiynab yozorgan. Okey, davay. Why not? Xullas o'rtoqlar, ular qumli xonaga kirib ketishdi. Lekin o'rtoqlar, men 100% bilaman, bu safar men qiynalaman. Chunki har doim Omonekani qiynab kelganman. Lekin 77 mingta laydagi ikkinchi mavsum chiqadi va Omonekani men o'ylab qo'ygan narsalar bu juda ham alamimni olaman Omonekadan. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Qo'yinglar, bo'lsa navbat Sardor strich ko'rishga va o't ochib qo'yamiz. Mandirda vandarab tursin. Ha, gap. Sen nima deb o'ylayapsan hozir? Men qiynab maza qilib o'tib ketadi, video tugab ketadi deb o'ylayapsanmi? Gambit topga olib o'zingcha zo'rim qoldingmi? Sen ikkalingni tashlab yuborib. Repetator. Hozir Sardorni qiynashyapti. Ammo ularga xalaqit berish uchun mana shunaqa to'pchalar otaman. Agar pul qattiqadi qo'yib qo'ysa, olib qo'yishga harakat qilaman. Yo'qlari bilan, ha? Qimay olmasin. Iloji bor shu og'zini yopib deylik. Va shu tarzda biz Sardorning butun tanasini strichga o'rab tashladik. Va do'stlar, ko'rib turganingizdek, oyog'idan tortib to yelkasigacha hamma bunda pushilib tashladik. Ana endi bitta og'izdan eshitamiz. Undan keyin mana shu qumga ko'mib yuboramiz. Yaxshi gap ekan. Давайте, vaqti keldi. Maqsud pauza.
Qo'sharing mana. Ana endi navbat do'stlar Sardor seni ko'mishga. Esingizda bo'lsa do'stlar, birinchi pauza challenge'da bu meni ko'mgandi. Ana endi men buni ko'mdim. Mana sizga qanday. Mana. Keyingilarda ikkalini qo'shib ko'maman bitta go'rga. Agarda keyingi soni bo'lishini xohlasanglar, pursa like bosinglar. 77 mingta like va qolgan shartlarni keyin video davomida tushuntiraman. Ha, Sardorga yoqar ekan ko'milish? Yoqmadi. O'zi jim o'tir. Gamidiga ketdik biz endi. Maqsudni qiyin. Og'zi kirib ketdi qumlar. Tomonni ssenariysi menga yoqyapti. Men bugun bir qiynalib ketaman yoki nima shart bajaraman dedim. Shu yerda bilet masalaga qaranglar buni. Ham tursiz qarang. O'tkazilmayapti. Brat, sizga o'tgan safar yordam bergandim, esingizda bo'lsa. Mani bog'lab qo'yganingni ham Xitoyda meni qochib yurib, men sarson qilgan emasmi? Uch ovozingni o'chir. Va xushmadi Gambitga qarang. Bitta eksperiment ko'ramiz. Qani odam tez aylansa boshi aylandimi yo'q, shuni sanab ko'ramiz. Nima deysiz? Voy men bilmas edim, bu aylanadimi, aylanmaydi. Qarang bitta ko'raylik. Ko'raylikchi. Qani oldin bitta maqsad yuzini o'zida alohida qo'yib qo'yasizlar. Mana, ko'rasizlarmi? Ana endi ketdik. Bering buni. Qiynang buni. Ay, o'ltalar chiqamanmi? Mahrum edimi? Ovozi ham yo'q. To'g'risi tomon shunaqa mazza qo'yman, mana bunaqa yalashni kranga o'xshab. Kalamushga o'xshab yalashni qarang-da. Bo'ldi, stop. Turqizing. Boshlamay turmang, turqizing. Все, pauza ketdi. Qoch. Qochsa qochirsin. Buni qarang. Gamidiga qarang. Hozir tak mazza qilib yuramiz. Keling, endi bitta challenge o'ynaymiz kelamiz. Chunki ikkalasidan qiynab bo'ldik, sal o'ziga kelsa, yana qiynaymiz. Okey. Ana endi men buni ko'm. Mana sizga qanday. Hozir Gambit bilan omonxonni topib, ikkalasini ham basharasini yoraman. Bu paytda men Gambit bilan shart bajarishdan o'ynayotgandik. Bo'lmasam o'rtalar o'ylashmoq challenge shundaylar, hozir aylanamiz, kim bitta tushib ketsa, o'sha yutqazadi. Men faqat aylantirishim uchun. Qaytgan kuch bo'lsin, ketdik. Yo'q, nima bo'lsa qaytgan. Taslim bo'ling. Brat, endi sizni qutqarishga kelyapti. Davaychi ular hozir birlashib olishganda, biz ham birlashaylik. Bo'pti, davay. Aytganimni qilasanmi? Davay. Davay. Hozir biz 2-2 bo'lib omonxon bilan Gambitni Bilet, hozir orqa cho'ntagingda ham xalaqit yaratdi. Ana endi ham hozir Gambitni yutqazamiz. Va xuddi shu payt Maqsud bilan Sardor bizadan yashirinib, pulni tortib olishga kirishib olishgan ekan. Asta yerda turibdi. Hozir pulni olib qo'ysam, aylanishdan sakrab tusha olmaydi, chunki oyoqlari sinib ketadi sakrab tushsa. Yeboy! Day, stop bering. Omonxon, stop. Qani yerga olib tush buni. Bile, Gambitga yordam berishingiz kerak, mana ko'rsatdim. Ya, Gambit, yaqinlashma. Hozir berib qo'yaman. Va o'zinglar shaxsiy adovatingizni o'zinglar hal qilinglar, okey. Ko'rdingmi, sen bu o'rtog'ing deb o'ylaganingni. Nima qotdi o'rtog'ing seni qiynamoqchi bo'lganmidi? Hozir nima qila olaman men? Siz qila olmayman. Salomni. Gambitga yordam bering. Aka buni chindan bilaman. Kelsa pauza qilaman. Ko'tar, Gambit ko'tar. Menda pult bo'lsa, nima ham qiynalib ko'tarishim kerak? Voy, eng qizi o'zini stop qilib, o'zimiz ko'tarib berdik bor. Qovurish kerak buni. Ketdi orqamdan. Davay, olib kel. Mamga o'tkazinglar. Mamga o'tkazinglar. Детский kresloga o'tkazinglar. Bile, hali shunaqasi olaman o'rtoq. Ko'p gapirma. Молодцы. Xo'p, endi o'tkazib qo'ydik omonxonni детский kreslosiga. Endi mamga borasizlar, mana Legolidan devor yasaysiz. Gambitni olib kelib qo'ydingiz o'zingizcha. Gambit bilan men komanda bo'lib Sardorni qiynayman deb. Nima qilyapti Gambit? Anta seni qiynaydigan narsani qurotdi-ku Gambit hozir. Bunga fikrlaring qanaqa? Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rsanglar bilasizmi nima bo'lishini. Ovozing qo'ysin. Hech narsa bo'lmaydi do'stlar. Mana shu qiynalishda davom etadi xolos. Sardor Steyn showda. Va shunaqa qilib bolalarni qiynash uchun katta legoli devor yasab olishdi. Va endi biz ham bu Legodan devorlarimizni qurib oldik. Hozir biz omonxonni qanaqadir kiyimga kiydirib, otib turib mana shu devorni buzib yuboramiz. Bu Lego qattiq Lego, pauza degan deb qolgan ishlarni qilmaylik. Mayli, hozir Gambitni chekkaroqga surib turamiz-da, chunki men o'zim qilaman hamma ishni. Endi ketdi. Mana hozir omonxonni chiroyli qilib kiydirib oldik, endi otamiz. Ay, bu qattiq. Ketdi. Bu safar bizning galimiz keldi, brat. Endi bularni polni qiynaymiz. Endi Gambit qolib ketdi. Hozir pulni olamiz-da, endi Gambit qiynaymiz. Pult. Mastga qo'yuvdi. Nuda, bu doktorlar meni qiynamoqchi bo'lgan paytida Gambit bilan burnini tagidan pauza pultini olib qo'yishganini hatto sezishmadi. Do'stim, men sizni bedada tashib ketmayman. Turing o'rningizdan. Ana. Pult Gambitni Mana qo'shdik. Bu mazga yo'q, yoniga qo'yib qo'ygan ekan. Qo'shotdan ular. Qo'y bilan. Sen birontasi bittasini boshlatdi, qiynaylik bularni. Mana nima bu? Ana nima qatorroq nima bular? To'xtang siz. Stop. Maqsad. Sagagingni ham o'chir bo'pti. Voy, mazza. Nima qilay endi? Ayt o'zing, nima qilay hozir qilgan ishing uchun? Da qiynash kerak, qiynash. Qiynash kerak, bu yoqqa ko'tar.
Va shunaqa qilib biz Sardorni pastga olib tushdik. Va do'stlar, navbatdagi qiynoq usuli bu qanaqa bo'ladi? Qarang. Mana bu ikkita 5 litr baklashkani hozir ko'taradi. Bundan keyin biz arqonni kesib tashlaymiz va buni yuziga boqitib, mana shu hamma ko'payib tushadi. No, xullas hozir bu qiynoq ko'rasiz. Qo'lingni och. Qo'lingni och. Og'zini och, o'ring gap. Ochaymi? Hali so'yla qoladi. Allergiyam bor, mana bunaqa narsa iltimos qiling. Davay. Oy, namu chog'ir bu. Yuzga sal pastroq. Uy, yaqinroq qarang. Allergiyam bor donna. Allergiyam bor. Va maxsuscha men bilan eding-ku. Hozir men nima qila olaman? O'zimni jonajon bratim bilaman, o'man. Shunaqa ham iflos odam bo'lasanmi maxsus? Hozir kim iflos bo'lishini ko'ramiz. Bari edi bo'lsa Sardorjon mazza qil. Bo'ldi, pauzadan chiqaringlar. Shu jigar pauzadan chiqdingiz. Okey, o'zingizga olaman. Ko'zim ochib ketyapti. Bu qilgan ishlar uchun Gambitni endi alohida qiynayman. Rahmat. Yuragimdan Gambit uchun alohida javob qo'ydim. Xuddi shu paytda stop. Agarda sizlar mana shu videoga 77 mingta like yig'ib, aynan mana shu video orqali Omonxon YouTube kanaliga 20 mingdan ortiq odam obuna bo'lsa, biz bu videoning keyingi qismini chiqaramiz. Shuning uchun ham hoziroq like bosing va obuna bo'ling. Like'larni video ostida ko'rib turishingiz mumkin. Bu videodan qancha obunachi kelganini esa men har kuni kommentariyda yozib boraman. Shuning uchun ham aktiv bo'linglar. Chunki men bu videoning keyingi qismida Maqsudni qiynamoqchiman. Bolalar, oradan 1 soat o'tdi va bizda yana bir challenge. Ya'ni men afsuski pul tegasdan almashadi endi. Ya'ni challenge yutgandan pul oladi. Har bir soat shunaqa. Okey, davay. Mana endi do'stlar, navbat challenge-ga va bu challenge ko'rib turgan dedi. Arqon to'xtash. Mana o'rtada ko'rib tursa mana shu liniya bor. Kim mana shu liniyaga yutqizib o'tib qo'ysa, o'shani yutqizadi va yutgan odam mana shu pauza pultiga egalik qiladi. Bolalar, pauza pulti mana shu turibdi va jamoalar. Men bilan Gamit aka. Va bizning jamoa men bilan Maqsud. 1 2 3. Maqsud slabый, Maqsudni yutqizdik. Brat, hozir bilasizmi, arqonni ataylab qattiq tortganim yo'q siz uchun. Yo'q. Da. Endi xuddi shu paytda o'ylab ko'ramiz. Qani sizlar ham. Bu o'zini jamoadoshini sotgan. Ertaga meni ham sotadimi yo'qmi? Nima uchun sizlar ham tushundinglar? Maqsud stop va o'zing ham uchun. Sardor, hozir sur. Bo'lsani ham qiynayman. Bo'l, sur. Men cho'tdan madrani eslolman degan edi aka. Boya, meni yuzim Lego ko'rganda Maqsudjon qarashdi. Voy, men bilan qurishdi-yu. Hop, aynan nima qilamiz endi? Anu, tepadan bundoq uchib qo'yib oladigan bor-ku. Voy, eng katta kachilami? Eng kattasi sotdiga. O'shani tushirib olamizmi? Davaychi-ku. Eng qizig'i, endi adrenalin payt emotsiya chiqarish kerak-ku. Uni pauza qo'yamiz, emotsiya chiqarolmaydi ataylar. Biz ovozini ham o'chirib qo'yamiz. Davay, ko'taring, ketdik. Do'stlar, pulti menda emas, Omonxonda. Meni hozir qiynamasliklari uchun jimgina chekkada kino ko'rib o'tirmoqchiman. Qamayli, Maqsuddan pauza yechiladi, lekin gapirma, yur Maqsud. Men hozir qo'ta qo'yib majbur qildiraman. O'zing borganing yaxshi. Men bilan kiy kaskanda. Shu o'lsa ham kaska bilan o'tsin, ha? Eng qizig'i o'rtoqlar, menimcha Gamitiki bu videoda bitta ham qiynalmagan odam bo'ladilar. Chunki pauza challenge-da hamma qiynalgan. Nu, hozirchi. Ha, Maqsudjon, keyin. Davay. Va Gamitiki pauza pulsizda o'zi qarab turing, qochib qolmasa, asli esa yuringlar. Sizlarga hozir juda ham muhim gapim bor. Do'stlar, qaranglar. Hozir sizlar pauza challenge-ning 4-qismi, ya'ni birinchi mavsumni eng oxirgi qismini ko'rib yo'qsizlar. Va bu pauza challenge-dan keyin biz to'g'ri bilmaymiz. Hozir pauza challenge-ni ham davom ettiraylikmi yoki yo'q. Lekin agarda biz bu pauza challenge-ni davom ettirsak, bu ikkinchi mavsum va ikkinchi mavsumga jamoaga qarshi jamoa bo'ladi. Masalan, qizlarga qarshi bolalar